ish qilib yaxshilik bo'lsin-da. Aka, assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz kamerada edim. Ismingiz nima? Abdurahmon. Hujjatlar. Aka, hujjatlar hammasi joyida. Bizda nima gunoh o'tdi aka? Yo'q, hujjatlarni tekshirish maqsadida to'sib tasdik. Xo'p bo'ladi. Hozir men sizga hujjat ko'rsataman. Mana sizga hujjat. Bunisi prava, bunisi mashinaning hujjati. Texpasport. Tekshirib bering-chi. Rasmdagi o'zimga o'xshaydimi? Ismim Abror. Mana bu yerda yozilgan. Mana haydovchini yozib qo'ygan mana. Hamma hujjatlar joyida. Hujjatlar joyida ekan. Endi nima deymiz haydovchiga? Gap yo'q. Necha yoshsiz? 4 yosh. Men 4 yoshli jajji xodim. Xudo xolasa aka, bu bolalar katta bo'lib, kelajagimiz O'zbekistonga sizlarga o'xshab fidoyi xizmat qilsin aka. Sizlar ham charchamanglar. Mana xalqimizni bemalol masjidda ibodat qilishiga aka, mana shuncha xodim sovuqni sovuq demay, kechani kecha demay xizmat qilishyapti. Bitta gaychi akalarimizga respekt. Aka, joningiz sog' bo'lsin.